Do'stlar, shahar markazidan 2 xonali ikkinchi etajdan zo'r uy chiqib qoldi. 2 xonali kvartira shundoqqina Transbankning yonida joylashgan 5 qavatli novostroykada do'stlar. Holatlari juda ham yaxshi. Tashqarida parkovka uchun joy hamda bolalar maydonchasi joylashgan. Eng muhimi, любой turda to'lov qilib sotib olsalar ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Ikkinchi qavat kirishimiz bilan qarang, juda ham chiroyli atmosfera bizni kutib oladi. Juda ham ko'zga yoqimli молочный ranglarda ishlangan. Kirishimizda chap tomonda birinchi mana ko'zgulargacha qilib qo'yishgan, mana yonuvchi degan svetlargacha koridor va bu tomonda o'ng tarafda birinchi oshxonasi joylashgan. Qarang, hamma detallarigacha ahamiyat berilgan, ya'ni chiroyli uslubda remont qilingan. Oshxona ham kattagina, ko'rish mumkin. Mana bu yerga mana bunday jihoz ham qo'yib qo'yishgan. Mebellar krashinni ko'rib turishingiz mumkin. Ichkarida mana ya'ni svetilniklarigacha mavjud. Bu yerga duh kontur o'rnatilgan, isitish tizimidan mutlaqo muammosi yo'q, juda ham yaxshi holatda, romlar, akvaromlarda va narigi tarafi mehmonxonani mana bu yerni ochib, razdvijnoy eshik qo'yishgan ekan. Qarang. Ajoyib. Juda ham yaxshi holatda. Remontlarni ko'rib turibsizlar, juda ham haqiqatan chiroyli tanlangan oq va молочный kombinatsiya bo'lgan. Bu tomonda eshigi mavjud, ko'rish mumkin. Bu tarafi esa yotoqxonaga kirish qismi. Xo'p, bu tarafi umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin. Kafelar qilingan, holatlari juda ham yaxshi holatda. Yangi remontdan chiqarilgan kvartira shahar markazida ideal joylashuvda Transbank shundoqqina yonginasida joylashgan. Ko'rish mumkin, bu yer yotoqxona qismi. Batareykalar barcha xonalarga kirgan. Holatlari esa juda ham yaxshi holatda, juda ham chiroyli. Yosh oilalarga yoki tayyor uy keraklilarga juda ham zo'r variant. Shahar markazida Transbank shundoqqina yonida joylashgan 5 qavatli novostroykaning ikkinchi qavatida 2 xonali 59 kvadrat maydonga ega 2 xonali kvartira do'stlar. Juda ham chiroyli holatda. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, любой xonasiga to'lov qilib olsanglar bo'laveradi, ya'ni subsidiya, ipoteka, pul o'tkazish hammasiga bo'laveradi. Narxi $54,000, albatta kam bor. Qiziqqanlar ushbu raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga bundan ham zo'rlayni davom etamiz.